different. Here is Urug'a pikrovka qo'ysa olmaydi mana shu. very high tech. Nimalar chiqib ketdi ya axir. Asosan ko'proq gulchilik kerak bo'ladi. Holland. Sovun tashiymiz to'g'ri bo'ladi. For cuttings, for young Italiyanskiy plants. apparat. Endi sortirovka ham qiladi. Apparat. Look, Bizning Furlan ko'chatxonasidagi mana bu urug' tashiydigan apparat bor, italyanskiy apparat bilasizlar. Qisqasi mana shu robot, arkadash olib bergan ekanlar. automatic O'sha firmada ishlayotganlar. harvest. Hozir ko'rsatayotgani Ha. Red, okay. hosilni robot orqali terib olish ekan. Hozir Galanskiy kompaniyaga ishga o'tkaziladi. Ha, Urgandan Robot terayotgan hosillarni mana yig'ib ketyapti. qiziqmadi, pikrovka qilish, sortirovka qilish, payvand qilish. Bu odam asosan texnika sotish bilan shug'ullanaganlar-da. Menejer. Tushunarli. Xo'p, texnika hamma yoqda kerak. Texnika hamma yoqda kerak, bilasizlar. Mana urug' tashashga ham biz texnikani ishlatamiz. Ko'p narsalarda, ko'p sohalarda baribir texnika kerak o'rtoqlar. O'sha ko'chatchilik sohasida nima texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu odam nima qilib ekanlar. Tayvand anaqasi ekan, texnikalashtirilgan varianti. Podvoy kesadi, ustiga mana podvoy. Ustiga ulab berar ekan, o'zi avtomatik. Tushunarli. Payvand ko'chat bo'yicha xabaringlar bor. Biz ham shug'ullanamiz payvand bilan. Yaqin orada sizlarga payvand ko'chatlarini ko'rsatamiz. Aynan shu payvand ko'chat bo'yicha mana shu texnikalarni ham sotar ekan shu. Qisqacha qoladigan gaplashyaptilar. Qisqasi maqsad ishni yengillashtirish, maksimum ishni yengillashtirish va sifatli qilish. Ham yengil, ham sifat qilish. Juda ham katta partiyada ish qilganingizdan keyin, katta ob'yomda ish qilganingizdan keyin albatta texnikani kuch kerak bo'ladi va sifatli ish kerak bo'ladi. Ko'chat sortirovka ham qilib beradigan apparat bor ekan. Qaranglar. Bo'yiga qarab, hammasiga qarab kamera skanerimiz qilar ekan. И plus sortirovka qilib berar ekan. Bo'y basiga qarab, boshqasiga qarab. Qo'lda emas, bo'lmay mana shu texnika sortirovka qilyapti. Chiroyli qilib. Ham orasini ochib beryapti mana shu. Tayyor bo'lib chiqyapti mana. Umuman qo'l kuchi umuman ishlatilmayotgani yo'q. Mana bu texnika o'rtoqlar. Bizda ko'chatchilar haligacha endi qo'lda qilamiz, sortirovkani hatto qo'lda qilamiz. Urug' apparatda tashaganimiz bilan sortirovka qo'lda bo'ladi. Lekin mana shunaqa rejalarni ham qilyapmiz. Narxi $200,000 ekan. $200,000 deyapti. Borib ko'rishimiz ham mumkin tayyor joydan. Ko'rib agar ma'qul bo'lsa, Nafruqa degan o'zlari kerak bo'lsa olib beraman deyaptilar. Nima qilamiz? Bosib yuboramizmi? Bosamiz.